Bugun mana ikkita chexolni g'oliblarni aniqlaymiz. Okalar, videoga like bosib turinglar. O'yinning shartlari oxirga qo'ygan postimizga like bosib va bizga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Zakrit akkaunt yoki bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, chexolimizga g'olib bo'la olmaysiz. Qani ketdik. Xo'sh, 640 ta odam like bosgan ekan. Qani aniqlaymiz. Qani 5 ta sanab uchlaymiz, 7 ta odam g'olib bo'ladi. Ketdi. 1 2 3 4 5. Mana mana inson g'olib bo'lgan. Fatima degan odam qani obuna bo'lgan ekanlar. Mana mana chexolimizda bittasini g'olib bo'ldilar. Endi ikkinchi chexolimizni o'ynaymiz. Okalar, obuna bo'lib turinglar. Ketdi. Qani 1 2 3 4 5. Qani Ergan 978 odam g'olib bo'libdilar. Qani obuna bo'lganlarmi yoki bizga obuna bo'lgan ekanlar? Mana mana shu insonni tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Hozir mana profillarini ko'rsataman. Mana shu insonni bemalol tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Okalar, sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. 30 mingta bo'lsa 3 ta chexol qo'yamiz. Keyin mana Xitoy chexollarimizni narxini shunaqa arzon qilib qo'ydik. Bor yo'g'i 600 ming so'mga Xitoy chexol olasizlar, okalar. Manzil Sergeli Moshina bozor 325 ga o'rasida. Assortiment Neryannikov. Bozor bo'yicha bunaqa assortiment yo'q. Mana shu videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lishni to'xtatmanglar.